Xo'p, assalomu alaykum. 2025-yil hozirgi paytda noyabr oyida. Xo'p, mana fundamentdan boshlanib, seysmopoezdagacha bo'lgan ablisovka qishlarida urilgan obyektimizga ustagalarimiz yoniga keldik. Oxirgi ish bosqichida. Hozirgi kunda mana oxirgi ishlarni bemalol ko'rishlaring mumkin. Fundament, g'isht, seysmopoez, shuvoqlar hammasiga javob berasizlar menimcha, bitkazishga. Xudo xolasa. Chiroyli holatda. Mana obyektni bemalol obyekt ko'rinib turibdi orqada, to'liq seysmopoezgacha bo'lgan holat bitkazilgan. Endi ichida shuvoqlar qilinsa bo'ldi. Sizlarni bajariladigan xizmatlar tugaydi menimcha yerda. Undan keyin shiferlar, boshqa ustiga topshiriladi. Shu holatga kelgungacha bo'lgan narxlarni endi obunachilar uchun aytib o'tsak, 2025-yil noyabr narxlari. G'ishtlarimiz narxi 500 so'mdan 600 so'mgacha rastorga urilayotgan narxi. Ablisovkalar 1,5. Odatda 700 so'm, 800 so'm eshitayotgandik. Sizlarda demak, vodiy bo'ylab xizmat uzoqroq bo'lsa, narxlar o'zgarishi mumkinmi? O'zgaradi, kelishamiz. Kelishuvga qarab 500 so'mdan 600 so'mgacha undan masofasiga qarab o'zgarishi mumkin. Qolgan narxlarimiz fundamentdan boshlab ketsak, Seysmopoezda 50 ming, 60 minggacha. Uni qalin balandligiga qarab. Kolonnalar burchaklar 100 ming, 120 mingdan metr. Yana nima? Permichkalar 60 mingdan metr. Arma karkasi ichida hammasi. Shunchalar. Ablisovka qishlarimiz? Ablisovka qishlari 1,5 ming so'mdan. Vakani 1,5 ming so'mdan gaplarsa 1,5 ming so'm, 2 ming so'mgacha. Joy va vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. O'zgarishi mumkin, vaziyatga qarab. Ikkinchi etaj narxlarimiz qanaqa bo'ladi? Ikkinchi etaj endi jinday qimmatroq. Ikkinchi etaj qilmoqchi bo'ladi. U jinday endi narxiga qo'shiladi, chunki ko'proq mehnat talab qiladi. Vaqt. Shuni hisobiga narxlar o'zgaradi. Vodiy bo'ylab bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Nomerlar pastga qo'yib qo'yaman. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarimizda keyingi obyektlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Hozircha shu bizda. Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat.